Moskvaning yoqimsiz shamoli Nafisaning yuziga achchiq tarsakdek urilardi. 45 yoshni qarshilagan ayol uchun bu sovuq shahar nafaqat ob-havosi, balki odamlarning nigohlari bilan ham muzdek edi. O'zbekistonning issiq quyoshi, orik gullarning ifori va farzandlarning kulgusi uning xayolidan ketmasdi. Nafisaning hayoti bir necha yil avval butunlay o'zgarib ketdi. Ustun bo'lib turgan eri avtohalokat tufayli nogironlik aravachasiga mixlanib qoldi. Bir zumda oilaning yuki, 3 farzand, 2 qiz va bir o'g'ilning tashvishi uning yelkasiga tushdi. Qishloqda ish yo'q, topilgani esa rozxorga yetmasdi. Qoni qo'shnilar, qarindoshlar bir-ikki yordam berishdi, lekin har kimning o'z tashvishi bor. Oxiri eng qiyin qarorni qabul qildi. Rossiyaga pul topish uchun ketadigan bo'ldi. Yuragi ezilib, uyqudagi farzandlarning peshonasidan o'pib, tong saharda ketayotganida, go'yo o'zining bir parchasini shu uyda qoldirib ketayotgandek edi. Rossiyada ish topish oson kechmadi. Yoshi katta, uning ustiga ruschani ham gapira olmaydigan bu ayolni ish topishi oson kechmadi. Bir necha marta aldandi, oylab ishlagan pulini ololmadi. Odamlarga bo'lgan ishonch so'ngan, umidsizlik botqoqiga bota boshlagan bir paytda tasodifan bir o'zbek ayol yordami bilan katta bir ofis markaziga farrosh bo'lib ishga kirdi. Ish qiyin, tong sahardan yarim kechgacha tinim yo'q edi. Ammo oyligi vaqtida berilardi. Nafisa har bir tiyinni tejab, erining dori-darmoni, bolalarning esa kamkostiga yuborardi. O'zi faqat grechka bilan kun o'tkazardi. Uning uchun eng muhimi oilasi, uning yagona ovunchoqi va yashashga undovchi kuchi edi. U 7-qavatdagi kichkina bir xonali kvartirada yana 3 nafar ayol bilan birga yashardi. Xonaning bir burchagidan o'ziga joy qilib olgandi. Har oqshom ishdan charchab kelganida telefonini qo'liga olib, bolalari bilan gaplashardi. Ularning ovozini eshitish, kulgusini eshitish unga bir kunlik charchoqni unutishga yordam berardi. Ammo suhbat tugagach, zerikish yanada kuchayardi. Yostiqqa bosh qo'yganida yakkalik, so'xinch va kelajakka bo'lgan noaniqlik uni ezardi. Eri bilan gaplashishlik esa yanada qiyinroq edi. Uning umidsiz ovozini eshitganida Nafisaning yuragi ezilardi. Uni ovutishga, dalda berishga harakat qilardi, lekin o'zi ham ich-ichidan ezilayotganini sezdirmaslikka urinardi. Bir kuni kechki smenadan qaytayotgandi. Yomg'ir maydalab yog'ardi. Avtobus bekatida turganida yoniga baland bo'yli, qorachadan kelgan bir yigit keldi. Yigitning egnida yubka kurtka bo'lib, yomg'irdan ivib ketgandi. Uning ko'zlarida qandaydir bir notanish, ammo o'ziga tortuvchi bir narsa bor edi. "Kechirasiz, opa. Shu avtobus Yujni tomonga boradimi?" deb so'radi yigit o'zbek tilida. Nafisa bir seskanib tushdi. Begona shaharda ona tilini eshitish qanchalik yoqimli ekanini his qildi. "Ha, shunga boradi. Avtobus ham kechikib yotibdi", dedi jilmayib. Shu tariqa ular suhbatlashib ketishdi. Yigitning ismi Anvar ekan. U ham O'zbekistondan, Farg'onadan kelgan ekan. Nafisadan 15 yosh kichik, endigina 30 ga qadam qo'ygan yigit edi. U qurilishda ishlarkan, bugun ish beruvchi yana pulini bermay haydab yuboribdi. Turadigan joyi ham ishxona yotoqxonasida bo'lgani uchun hozir ko'chada qolibdi. Anvar o'z hikoyasini aytib berarkan, uning ovozidagi titroq, ko'zlaridagi achchiq umidsizlik Nafisaning yuragiga o'tdi. U bu yigitning ahvolini o'z boshidan kechirgandek tushunib turardi. Aldanganlik, xorlik va nochorlik hissini u juda yaxshi bilardi. Avtobus keldi, ikkisi ham birga chiqishdi. Yo'l bo'yi Anvar gapirmadi, tashqariga, yomg'ir tomchilariga tikilib o'tirdi. Nafisa unga qarab, o'zining shu shaharga ilk kelgan kunlarini esladi. O'shanda unga hech kim yordam qo'lini cho'zmagandi. "Uka, sizni hozir ko'chada qoldirib bo'lmaydi. Yomg'ir, sovuq. Agar xohlasangiz, biz bilan ketasiz. Kvartiramiz kichkina-ku, lekin bir burchak topilar. Ertaga bir gap bo'lar", dedi Nafisa. Lekin o'zining bekatiga yaqinlashganda bu gapni qanday aytib yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Balki yigitning yoshligi, o'z oqligiga o'xshab ketishi, balki uning ko'zlaridagi mung yuragini ezgani uchun shunday dedi. Anvar avvaliga tortindi. "Yo'q, opa, sizga malol kelmayin. O'zim bir yo'lini toparman", dedi hijolat bo'lib.
Qanaqa malollik? Biz o'zbekmiz, bir-birimizga yordam bermasak, kim yordam beradi? Yurtingizdan uzoqda musofir bo'lib yurgandan keyin bir-birimizga suyanchiq bo'lishimiz kerak. Yuring, tortinmang, dedi Nafisa qat'iy ohangda. Anvar noiloj rozi bo'ldi. Ular avtobusdan tushib Nafisa yashaydigan ko'p qavatli uyga kelishdi. Kvartiradagi ayollar avvaliga notanish yigitni ko'rib hayron bo'lishdi, ammo Nafisa vaziyatni tushuntirgach, indashmadi. Anvarga oshxona burchagidan joy qilishdi. Nafisa unga issiq choy va non berdi. Yigit shunchalik och ediki, nonni qanday yeb qo'yganini ham sezmay qoldi. O'sha kecha Nafisa uxlay olmadi. U bu ishidan o'zi ham hayron edi. Notanish bir yigitni uyga olib keldi. Lekin ko'nglida qandaydir bir xotirjamlik bor edi. U to'g'ri ish qilganini his qilardi. Anvarning yuzidagi minnatdorlik ifodasi uning samimiy "rahmat, opa" degan so'zi qalbini iliqlik bilan to'ldirgandi. Anvar o'sha kundan boshlab Nafisaning kvartirasida yashay boshladi. Ertasiga u ish izlab chiqib ketdi, kechqurun esa holdan toyib, yana quruq qo'l bilan qaytib keldi. Bir hafta davomida har kuni ish qidirdi, ammo topa olmadi. Aldangan, hujjatsiz qolgan muhojirga hech kim ishonch bildirmasdi. Bu orada Nafisa unga dalda bo'lib turdi. O'zining topganidan unga ham ulashdi. Siqilmang, uka. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bugun bo'lmasa, ertaga ish topilib qolar. Asosiysi salomat bo'lsangiz bo'ldi, derdi u har kuni. Anvar kamgap, ammo juda e'tiborli yigit edi. Nafisaning ogirini yengil qilishga harakat qilardi. Kvartirani toza tutar, idishlarni yuvar, Nafisa ishdan kelganda charchaganini ko'rib, darrov choy damlab berardi. Ular kechalari oshxonada o'tirib, uzoq suhbatlashardi. Anvar o'zining oilasi, otasi vafot etgani, onasi va singlisiga yordam berish uchun shu yerga kelgani haqida gapirib berardi. Nafisa esa o'zining dardi, erining ahvoli, bolalarining sog'inchi haqida so'zlardi. Ular bir-birlariga o'z qalblarini ochishar, dardlarini bo'lishar ekan, oralarida qandaydir bir ko'rinmas, ammo mustahkam rishta paydo bo'layotganini sezishmasdi. Nafisa uchun Anvar shunchaki kvartirada vaqtincha yashayotgan yigit emas, balki uni tushunadigan, dardini eshitadigan yagona insonga aylanib borardi. Uning yonida o'zini yolg'iz his qilmasdi. Anvarning gamxo'rligi, uning oddiygina "Opa, charchamadingizmi?" degan savoli Nafisaning yillar davomida muzlab qolgan qalbini erita boshlagandi. U o'zining ayol ekanligini, unga ham e'tibor kerakligini eslay boshladi. Anvar esa Nafisaga qarab butunlay boshqacha hislarni tuyardi. U bu ayolning kuchli irodasi, matonati va chiroyli ko'zlariga maftun bo'lib qolgandi. Nafisaning yuzidagi ajinlar unga hayotning achchiq-chuchugini totgan, ammo sinmagan insonning belgisi bo'lib ko'rinardi. Uning mehribonligi, samimiyligi Anvarni o'ziga rom qilardi. Yoshi 15 yosh katta bo'lsa ham, Anvar uning yonida o'zini xotirjam va himoyalangandek his qilardi. U Nafisani shunchaki "opa" deb chaqirsada, ko'nglida unga nisbatan hurmatdan ham kuchliroq tuyg'ular uyg'onayotganini sezardi. Bir kuni Nafisa ishdan juda xafa bo'lib qaytdi. Bolasi telefonda yig'lab maktabga kiyim olib berishini, erining esa dori-darmoni tugagani. Tezda pul yuborishni aytgandi, ammo oylik olishiga hali bir hafta bor edi. U o'zini shunchalik nochor his qildiki, oshxonaga kirib, yuzini kaftlari bilan berkitib, yig'lab yubordi. Anvar uning yoniga keldi. Nima bo'lganini so'radi. Nafisa hamma gapni aytib berdi. Anvar uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Yig'lamang, Nafisa opa. Iltimos, yig'lamang" dedi. "Menda ozgina pul bor. Bir tanishimdan qarz olib turgandim. Shuni oling, bolalaringizga yuboring. Keyin ishlab qaytararsiz." Nafisa boshini ko'tardi. U Anvarning so'zlaridan hayratda qoldi. "Yo'q, Anvar, bu nima deganingiz? O'zingizga kerakdir", dedi. "Menga hozir sizning tabassumingizdan boshqa hech narsa kerak emas. Oling, iltimos", dedi Anvar. Va cho'ntagidan pul chiqarib uning kaftiga qo'ydi. Nafisaning qo'llari titrab ketdi. Bu nafaqat pul edi, bu qiyin paytda ko'rsatilgan g'amxo'rlik, mehr edi. U Anvarning ko'zlariga qaradi va u o'ziga nisbatan mehrni ko'rib, yuragi hapriqib ketdi.
O'sha lahzada yoshlar orasidagi farq. Odamlarning gap so'zi. O'zining oilali ekanini unutib qo'ydi. U o'zini yillar davomida ilk bor kim uchundir kerakli, qadrli his qildi. U Anvarga shunchaki rahmat deb pichirlardi. O'sha kundan boshlab ularning munosabatlari o'zgardi. Ular endi bir-birlariga shunchaki opa va uka emasdilar. Ularning nigohlari, bir-birlariga aytgan so'zlari, hattoki birga jim o'tirishlari ham o'zgacha ma'noga ega bo'lib qolgandi. Anvar nihoyat ish topdi. U endi Nafisaga moddiy yordam ham bera olardi. Ular kvartiradagi boshqa ayollardan alohida kichikroq bir xonani ijaraga olishdi. Ular rasman er-xotin emasdilar, lekin er-xotindek yashashar. Birga chomilashar. Anvar bo'lsa Nafisani har kuni baqirtirib, har xil usulda solardi. Anvar Nafisaga hayotning go'zalligini qaytadan ko'rsatdi. Ular birga parklarga borishar, daryo bo'yida sayr qilishar, bir-birlaridan zavqlanishardi. Anvar unga kichik sovg'alar olib kelar, bir dasta gul, shokolad. Bu kichik e'tibor Nafisa uchun dunyolarga tatigulik edi. U yillar davomida unut bo'lgan ayollik baxtini his qila boshladi. U kulishni, hayotdan zavqlanishni o'rgandi. Uning yuzidagi mungli ifoda yo'qolib, o'rnini iliq tabassum egalladi. Ammo bu baxtning ortida doimiy bir xavotir bor edi. Nafisa O'zbekistondagi oilasini, nogiron erini, farzandlarini bir lahza ham unutmasdi. U o'zini gunohkor his qilardi. Bir tomonda uni yashashga undayotgan, unga baxt berayotgan Anvar, ikkinchi tomonda esa uning yordamiga muhtoj, unga umid bilan qarab turgan oilasi. Bu ikki olov orasida qolgan ayolning yuragi har kuni azoblanardi. Odamlarning gap-so'zi qishloqqa ham yetib bordi. Kimdir ularni Moskvada birga ko'rib qolib, mish-mish tarqatgandi. Nafisa erini unutib, yosh bir yigit bilan yuribdi, bolalarini oylamaydi, o'zining kayfini surib yuribdi, degan gaplar uning oilasiga ham yetib bordi. Bu gaplar uning yuragiga xanjardek sanchilardi. Bir kuni eri unga qo'ng'iroq qilib, hammasini eshitdim. Menga senday xotin kerak emas. Qaytib kelma, dedi. Bu so'zlar Nafisani yer bilan yakson qildi. U o'zini oqlashga urindi, ammo eri uni eshitishni ham xohlamadi. Go'shakni qo'yib qo'ydi. Nafisaga dunyo tor bo'lib ketdi. Anvar uni yupatishga harakat qildi. Ammo uning so'zlari endi taskin bermayotgan edi. Balki hammasini tashlab uyga ketishim kerakdir, dedi Nafisa yig'lamsirab. Men bolalarimdan, oilamdan ayrilib qolaman. Men ularsiz yashay olmayman. Anvar uning qo'llaridan tutdi. Nafisa, men seni tushunaman. Lekin o'zingni ham o'yla. Sen yillar davomida faqat ular uchun yashading. O'zing uchun qachon yashaysan? Seni hech kim tushunmaydi. Ular sening qanday azob chekkaningni, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingni bilishmaydi. Men seni hech qayerga qo'yib yubormayman, dedi Anvar. Bu so'zlar Nafisaga kuch berdi, ammo ikkilanishlar uni tark etmadi. U bir necha hafta o'ziga kela olmadi. Ishiga borar, ammo xayoli uyida edi. Kechalari uxlamay o'z taqdiri haqida o'ylardi. Bir oqshom Anvar ishdan qaytganida Nafisaning narsalarini yig'ishtirayotganini ko'rdi. Nima qilyapsan? so'radi u yuragi orqaga tortib. Men ketaman, Anvar. Boshqa ilojim yo'q. Bolalarim meni kechirmaydi. Men onaman. Onalik burchim hamma narsadan ustun, dedi Nafisa ko'zlarida yosh bilan. Anvar uning yoniga keldi va yuziga tikildi. Mayli, dedi Anvar bir oz jimlikdan so'ng. Agar sening baxting shunda bo'lsa, men seni to'xtatmayman. Lekin bir narsani bilib qo'y, men seni har doim sevaman va kutaman. Sen mening hayotimga ma'no olib kirding. Menga sevishni o'rgatding. Buning uchun sendan bir umr minnatdorman, dedi. Va asta Nafisani opdi. Bu kecha Anvar Nafisani tonggacha 4 marta soldi. Qilmagan teshigi qolmadi. Uni ko'tarib, aylantirib, mazza qilib soldi. Nafisani esa baqiraverib tomog'i qirilib qoldi. Ertasi kuni esa Nafisa uyga yo'l oldi. Aeroport. Odamlar har yoqqa shoshilardi. Nafisa kichik bir chamadon bilan turardi. Yonida esa Anvar.
Ular bir-birlariga hech narsa demasdilar, ammo bu jimlik har qanday sozdan ko'ra ko'proq ma'noga ega edi. Nafisa ketayotgandi. U oilasini tanlagandi.